Hammaga salom, sizlar bilan birgalikda men Kompot bo'ldi. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda yangicha video, ya'ni barabandan uylarni bezatamiz. Jigarlar, men stop. Sizlarni shu joyda gap bilan bo'ldim. Qaranglar bolalar, Bahronboy Minecraft mening eski kanalim edi. Eski kanalim o'chib ketgandan so'ng yangi kontent chiqarishni boshladim. Bolalar, asosiy glavniy kanal mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, endi videoga qaytadigan bo'lsak, men yaqindagina yangi baraban sotib oldim. Barabanimni ko'rishingiz mumkin. Kamalak rangida bu yotibdi. Va lekin bitta narsa meni qiziqtiribdi. Qora rang nimaga menga kerak? Qora rang o'zi umuman atga yoqadi, lekin qora rangga qaysi blok qo'yishni bilmayman. Короче, nimaga blok? Короче, men seni gapingni tushunmayapman. Boshqatdan tushuntirib gapir desanglar, men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Mana bu baraban orqali biz randomli tarzda bloklarni aniqlaymiz. Ya'ni jitel bilan kelishib oldik. Mana shuni aylantirasizlar va bizga randomli tarzda rang tushadi. Mana shu sariq rangdan bitta blokni olamiz va ana shu jitel qurgan uyning ichiga bezatib chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi jitel qurgan nima qani desanglar, hozir shoshmay tursanglar ko'rsataman bolalar. Qaranglar, hozir bu meni podvolim. Podvolimda o'ylab qo'ygan ishim bor. Xo'p, jitelga hozir aytaychi. Tak, mana bu jitel. Oy, jitel. Mana bu uyni qara, chiroyliligini. Uyni ko'rishingiz mumkin. Tepa tarafdan hozir men sizlarga ko'rsatyapman. Juda ham chiroyli qilib qurilgan. Jitel haga ham ustasi ekan uy qurishni. Lekin afsus o'zini uyini buzib tashladi. Xo'p, endi asosiy glavniy ishga o'tadigan bo'lsa, jitel. Qara jitel, bu yoqda nimalar qilamiz? Asosiy assortimentni olishimiz uchun bizga bloklar kerak. Lekin barabanida ko'ra yaxshiroq narsa bor. Keyin o'zimiz prosta tanlab blok qila qolaylik. Yo'q, bloksiz qilganimiz yaxshi. Undan ko'ra randomli tarzda aniqlaymiz. Shu bizga qiziqroq. Hattoki men videoim uchun ham juda ham yaxshi chiqadi. Sen nuqul menga randomli narsa ayturasan. Bo'pti, uyni ichini ko'rchiq. Xo'p, uyni bir tekshirib chiqamiz. Xo'p, uyni ichida hech nima yo'q-ku. Hech nima yo'q. Hozircha bloklar tanlab qo'yganman. O'sha baraban deydiga bor ranglardan foydalangan holda. Yaxshi, me'yordan o'tib ketmagani yaxshi bo'ldi. Jitel, bu uyni bezatganimizdan so'ng nima qilamiz? Ya'ni videodan so'ng. Bilmadim, bitta reja o'ylab qo'yganman. Ikkinchi qavatga chiqsang aytarman. Ikkinchi qavat, xo'p, mayli. Jigarlar, короче, mana uyni ko'rishingiz mumkin. 2 qavatli, adashmasam 3-qavati ham bor-ku. Boya ko'rganimda 2 qavatligidek. Короче, bolalar 2 qavatli. Nima bu uy mehmonxona yoki uymi? Mehmonxona sifat uy. Ismini ko'rsatsammi qanday uzun? To'g'ri aytasan, ismi juda ham uzun. Keyin buni nomini yaxshiroq qo'yamiz. Nima qarashan? Nima qo'ysa bo'ladi? Kompotning uyi. Yo'q, nimaga desam, bu uyni men qurganman, shuning uchun eski ismda qolaveradi. Xo'p, qaramay, ikkinchi etajga chiqdim. Boya nima demoqchi eding? Короче, biz mana shu uyni bezatamiz va bezatganimizdan so'ng shu uyni sotib yuboramiz. Nima sotib? Sotsak anchadan ko'p izurutli ishlar olishimiz mumkin. Pulini esa 70% menga, 30% senga. Nima, men shuncha narsalarni bezatsam, menga 30% bo'ladimi? Yo'q, sen unisidan nolima. Axir 30% pul olyapsan. Bu ham katta pul. 70% uy qurganim uchun. Menga shuncha bloklarni oldirding, shuncha barabarni qurdirding. Endi ol. Uyni sotamiz, короче. Xo'p, bo'pti, mayli, o'sha sen aytgandek bo'lsa, faqat pul o'rtada 2 bo'lamiz. Bu anaqa jitelli niyati yomon shekilli bo'ldi. Nima deyapsan? Niyati yaxshi. Xo'p, mayli, tezroq bo'l, barabarni oldiga tushaylik. Endi biz barabarni randomli tarzda aniqlab, biz bloklarni sekin qo'yishni boshlaymiz. Atagni normali tezroq ketdik. Xo'p, tezroq tushaylik. Bo'ldi, ezilib ketdim boru, uyi ham o'zi ham tor qurgan. Xo'p, mana bo'ldi. Короче, barabarni oldiga ham bir amalga oldik. Jitel, sen aylantirasanmi? Kim bo'pti, sen birinchi boshlaver. Xo'p, mayli, qani 1, 2, 3, qani ketdi bo'ldi. Xo'p, bam bo'ldi. Qani hozir qaysi rang tushadi? Tak, qora. Bo'ldi, qora tushdi. Qora rangga mana shu blok ketadi. Bu rangdan juda ham yaxshi narsalar chiqishi mumkin. Shaxsan o'zim aytamanki, mana shu rang juda ham yaxshi. Nima, shu rangdan foydalanamizmi? Yo'q, boshqa rang, iltimos. Yo'q, mana shu qora rang yaxshi. Buni birinchi qavatga qilsang bo'ldi. Polni qil, har xil mebellar qo'yib qo'ysang bo'ldi. Shunisi yetadi. Keyin ikkinchi qavatga o'tamiz. Jin ursin, bu qora rangli bo'ldi. Qora rang menga yoqadi, lekin uyi uchun umuman yarashmaydi.
Jigarlar bo'pti, aytgandek polni qilaman ekanmiz. Unga ham zadaniya beraman. Jigarlar iltimos maksimal podдержка qilib qo'yinglar. Shu videodan so'ng 500 ta obunachi yig'aylik. Xo'p, bolalar qaranglar, birinchi o'rinda to'xtaylar, mana bu bloklar kerak menga. Chunki blok qo'yishim uchun, xo'p, qaranglar, mana shularni qo'yib qo'yamiz. Tak. Tezroq polni tugatsam edi. Poliga ham qora rang ishlatadimi? Ahmoq. Mayli, uniki, lekin qolgan narsasini amaliy yo'g'ini aytmay o'tiraman. Hop, birinchi o'rinda mashinalarni tezroq chopib tashlashimiz kerak va mana bu yerga qop-qora xunuk rangli blokdan qo'yib chiqishimiz kerak. Bu yerga esa normalniy o'rtacha blok. Mana buni qaranglar, shu uymi? Endi mayli, mana shu yerga mebellarni qo'ysak, hatto yaxshi ko'rinsa kerak. Zo'r ko'rinyapti. Negadir menga уже yoqyapti. Faqat polidan tashqari. Xo'p, bolalar qaranglar, mana bu yerga sekin narsani qo'yib qo'yamiz va mana ideyam bolalar. Ideyamga 10 dan 1 gacha baho beringlar. Kommentariyada yozib ketinglar va qolgan mayda-chuyda narsalarni ham qo'yib qo'yamiz. Kitob javon, Jitel hayotda kitob o'qimaydi. Xo'p, lekin dekoratsiya uchun qo'yib qo'ysa bo'ladi. Mana bu esa fonar, soatni ham bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Soat ovozi juda ham dingillab chiqadi. Boru katta soat. Bu yo'lni nima qo'yishni o'zim ham bilmayman bolalar. O'zimga hali bloklar ham ortib qolganligi uchun keling, mana shu yerga skameyka qo'yib qo'yamiz. O'tirib gaplashib o'tiradi. Bu yoqqa esa stol qo'yib qo'ysak yetardi. Ha, bolalar juda zo'r chiqdi. Orqa tarafiga mana bunday pardachalardan ilib qo'yamiz. Bolalar просто tak bomba chiqdi bolalar. Mana ideyam anu qishloqnikidan ko'ra juda ham yaxshi chiqdi. Agar yaxshiroq rang tushgandamidi, men aniq yutib ketardim. Ko'ramiz challenge-da kim yutadi bolalar. Ya'ni challenge qilganmiz, kim yaxshi ideya qilsa o'sha bo'ladi. Xo'p, lekin bu uyni Jitel sotaman deyapti, Jinursin. Xo'p, mayli, kim ham olardi? Xo'p, Jitel, qarochi aytgandek qilib keldim. Endi men yana aylantiraman yoki senmi? Mayli, o'zim aylantiram yoki sen. Farqi yo'q, aylantiraver, baribir blok bitta tushadi. Xo'p, mayli, o'zing bilasan. Men yana aylantiraman va iltimos qora tushma. Qizil, yaxshi, juda ham chiroyli rang. Ha, mana shu blokdan foydalansak bo'ladi. Bu juda ham chiroyli blok. Ha, tezroq ishni boshlay. Bola, qizil rang menga juda ham yoqqanligi uchun bu polni ham bezataman. Xo'sh, qayerda? Mana shu yerdan bezatsam ham bo'ladi. Atakni normalniy. Xo'p, bolalar, mana shu yerlarni sekin kovlaymiz. Bam, всё bolalar. Endi bu yog'iga qizil rang qilamiz. Bolalar, videoga like bosib qo'yinglar. Sizlardan iltimos, mana shu videoga 500 ta like bersanglar, ikkinchi qismini albatta chiqaramiz. Jitel bilan 500 ta like bolalar, go 500 ta. Xo'p, mana bu yerlarga bunday qilib qo'ysam, hozir meni ideyam bo'yicha oxirida ko'rasizlar qanday chiroyli narsa chiqadi. Mana bu yerga ham bunday qilib qo'ysam bo'ldi bolalar. Uy sal to'yraydi, buni qishloq payqamaydi. Va menda kerakli blokchalar ham bor bolalar. Mana buni qaranglar. Lekin bloklar bizga juda ham qimmatga tushdi. Niriyani katta, hattoki merdan ham qarz olib turdik. Xo'p, mana bu yerga gaz plitani ustiga chiroyli qilib qo'yamiz. Ya'ni full qizil, даже taomni ham qizilni, yo'q, taom sabzi rangida ekan. Atak shunisi. Jinursin qizildan ham olmagan. Xo'p, mana bu yerga mana bunday qizil rangli narsalar, bu nonmi, bilmadim nima. Xo'p, bu yerga esa verstak, qarochi bo'lib, libboy narsa qizil bo'ladi. Xo'p, mana bu yerga kerakli narsalar, ya'ni oshxona sifatida bezatamiz bu yerni. Xo'p, bu yerlarga kerakli narsalarni qilib qo'yamiz. Tak, mana bu mana bu. Bu yerga ham mana mayda-chuyda narsalarni qo'yib tashlayman. Xo'p. Jiyalamim bor uzr. Xo'p. Mana shu choynak, yo'q, choynak ham qizil rangda. Faqatgina oxiri bosh qolib ketdi. Keling, mana sindiramiz. Ideyani o'zgartirgan holda mana bol. Endi juda ham chiroyli chiqdi. Mana uni olib tashlaylik-da. Mana shu yerga qo'ysak, ha bo'ldi. Bu bloklarni mana bu yerlarga ham qo'ysa bo'ladimi yoki xunuk turadimi, hozir ko'ramiz. Atak yetkazmagan holda yaxshi chiroyli turibdi. Shalkerlar chiroyli turibdi. Xo'p, bu oshxonasi hisoblanadi. Endi men yana Jitel oldiga. Jitel oshxonani ham tanladim. Endi qayta tayyorlaymiz. Xo'p, yana bir marta radioning rangini aniqlaymiz va yana qilamiz. Xo'p, bam, qani ketdik. Qaysi biri bolalar? Tak. Sabzi rang juda ham yaxshi. Mana shu blokdan foydalansa yetadi. Bu yerni qaysi illyuziyada qilasan bilmadim. Xo'p, bolalar, endi ikkinchi qavatga ham keldi. Ikkinchi qavatning mana shu xonasini biz Jitelga bezatib berishimiz kerak. Xo'p.
qaysi xonani bezatsa bo'ladi? Bu yerda 3 ta xona bor. 3 ta xonadan eng burchakki xonanimi yoki o'rtadagi yoki bo'lmasa chap tarafdagi yoki o'ng tarafdagi burchak. Mana shu yerga eshik qilib qo'yamiz. Atak mana shu yerda juda ham chiroyli Minecraft video olish uchun joy qilsa bo'lar ekan, lekin JTL boshqa joy qildi. Xo'p, bu yerga yotoqni qo'yamiz. Bu yerda dam oladigan joy mana bor. Yotishni qaranglar, prosta bomba. Xo'p, bo'ldi. Xo'sh, endi bu yoqqa bittasini, bu yoqqa esa bittasini. Xo'p, bu yerga mana buni qo'yib qo'ysak, yo bola, qiz bolaning narxisi. Xo'p, 8 da 2 daqiqa o'tdi. Men video olayotganimga 10 daqiqadan oshdi-yu. Xo'p, xo'sh. Tak, bu yerga mana buni gilamcha va mana bu pardozlash xonasi. Yo bola, digital ham tanlagan narsalarni qaranglar-da. Mana buni to'g'ri qo'yib qo'ysak bo'ldi. Oho, juda ham to'g'ri qo'ydik. Bu yerga esa televizor. Tak, bu xona ham juda ham chiroyli bezatildi va endi nima qilsak bo'ladi? Xo'p, mayli bolalar. Xo'p, endi yana JTL oldiga qaytamiz. Bu xonani ham bezatsa bo'lar ekan, lekin afsus, men adashibman. Ana bu xona juda ham chiroyli ekan. Bu burchakdagi xona bo'lmaydi. Bilan esa ana podvol, ya'ni yerto'laga o'xshagan joyga qilib qo'yibman. Mayli, iloji endi almashtira olmayman. Xo'p, JTL oldiga qaytib kiraman bolalar. Xo'p, JTL men aytganingdek qilib qo'ydim. Yana bir marotaba aylantiramizmi? Ha, albatta aylantiramiz. Faqat keyingi videoda bu videoga 500 ta like va keyingi qism chiqadi.